Shartnomalarni yaxshilab o'rganib chiqib, imzolashimiz kerak. Kecha Sherzod SMS yozuvdi operatsiyadan chiqishimga. Ha, nima deydi? Toqqa chiqamiz deydi. Menga ham yozdi. Toqqa chiqmagan o'sha deydi. Ha. To'g'risida, shunaqa deb yozmasam hech kim kelmaydi. To'g'ri qilding do'stim. Shu bahonada Qo'shiqni ma'nosini hamma ham tushuna olarmikin? Bir tinglab ko'ring. Mol-u davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Abdullo, bu yoqqa kelsangchi. Ha o'rtoq, men qaraka, ashulani to'lig'ini bir eshitaylik. Nima deylar? yaxshi bo'lardi. Juda Hozir to'g'ri. internetda eshitib yuraveramizmi? Mol-u davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Mol-u davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlagaylar kim? Ulardan boshqa birovda bu koshonang topilmaydi. Mol-u davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Judo bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi. Ger kechiksang kutib ostonani teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangilik qizlar ostonang topilmaydi. Unutma avvalo ota-onang holini so'ramoqni. Judo bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi. Mol-u davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Judo bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi. Mol-u davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Judo bo'lgach o'zing oqlashga bahonang topilmaydi.